412 ming jarimaga tortilgan vaqtingizda ogohlantirish talab qilishni bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, men sizga o'rgataman. 1 yilda 1 marta mana shu imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi. Haydovchilarga mana shu videoni yuborib qo'ying. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan siz to'xtatilsangiz, sizga nisbatan jarima qo'llayman degan vaqtda siz ogohlantirish berishlarini talab qilsangiz bo'ladi. Men videoda joylab qo'yganman, profilimga kirsangiz va Instagram orqali Telegramimga obuna bo'lsangiz, u yerda qaysi jarimalarga siz ogohlantirish olishligingiz yozib qo'yganman. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bundan oldingi videoimda to'liq ma'lumot berganman. O'zingizni haq-huquqingizni biling. Jarima yozaman degan vaqtda menga ogohlantirish berishingizni so'rayman deb foydalansangiz bo'ladi. Yo'q joydan 412 ming so'm to'lab yurmaysiz. Ayniqsa sug'urtangiz o'tib ketgan vaqtda jarima qilishlari mumkin. Siz o'sha vaqtda ogohlantirish olib va sug'urtangizni yangilab olsangiz bo'ladi. Faqatgina 1 yilda 1 marta mana shu imkoniyatdan foydalana olasiz. Videoni qo'yganman Instagramimda. Bemalol ko'rib, bilib va o'zingizni haq-huquqingizni bilib oling. Tanishlaringizga shu videoni yuborib qo'ying. Yo'q joydan 412 ming jarimaga tushib o'tirishmasin.